Hammaga assalomu alaykum azizlar. Juda ham ko'pchilikni talab va istaklariga binoan, so'rovlariga binoan pankeyka qanaqa tayyorlanishini YouTube'ga olib mana joylashtiryapmiz. Juda ham oson tayyorlanadi. Bizga kerak bo'ladi 2 dona tuxum, 200 gram sut. Qozon kerak emas, to'g'ri? Yo'q. 200 gram un, razrıhlitel va 2 osh qoshiqda yog' kerak bo'ladi. Bo'ldi. Men tayyorlashni boshladim. Sizlar ko'ringlar, kuzatib boringlar qanaqa qilishimni va sizlar ham qilib keyin tayyorlab menga jo'natasizlar, xo'pmi? Demak, 2 tuxumni olib chaqib olamiz. Albatta, обязательно tuxumdan keyin razrıhlitel solinglar. Agar tuxumdan keyin razrıhlitel solmasanglar, pankeykalar ishlab chiqmaydi. Mana shunaqa massa bo'lishi kerak. Ko'rdinglarmi? Tuxum bilan razrıhlitel o'zi shunaqa massa bo'lishi kerak. Ozgincha turadi. Aytgancha men shakar ham so'raman ozgincha. Qancha solasiz deysiz, bir qoshiq, katta qoshiqda bir qoshiq so'rasizlar. Shunaqa. Undan keyin tayyor sutni sovuq bo'lsa ham, iliq bo'lsa ham, xona haroratida bo'lsa ham farqi yo'q, qo'shib yuborasizlar. Iliq bo'lishi kerak, uyda, bu yerda degan gap menga tegishli emas misol uchun. 200 gram un solish kerak. O'lchab olsangiz ham bo'ladi. Xohlasanglar, endi men o'lchovsiz o'sha solishga o'rganib qolganim uchun mana shu sitani bitta to'ldiraman. Yana ozgincha to'ldiraman. Ko'rdinglarmi? To'g'ri qilib. Hozir baribir ehtiyotkorlik bilan qilaman. Boshqa payt bemalol tashlayman. Yana ozgincha qo'shib qo'yaman. Ozgincha. O'sha 200 gram bo'ladi. Sizlar o'lchab qilinglar. Xohlasanglar menga o'xshab o'lchamasdan naglas qilinglar. Naglas deyiladimi? Bo'ldi. Menga yaxshilab aralashtirasizlar. Qarasizlar-da, quyuq bo'lib quyuq emas, suyuq bo'lib suyuq emas, xamiringlar hosil bo'lishi kerak. 200 gram un solganinglardan keyin ham agar sal suyuqroq bo'lib qolsa, xamiringlar qo'shib yuborasizlar. Un menga o'xshab. Hech narsa bo'lmaydi. Buni ham naglas solaman. Yog' qo'shib yuborasizlar. 2 ta osh qoshiq yoki bitta osh qoshiq. Ayni shu paytda gazni yoqib, tavani gazni ustiga qo'yib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ayni shu paytda shu yog'ni solganingizdan keyin hali aralashtirmasingizdan turib, tavani va gazni baland qilib qo'yib qo'yinglar. Qizib turish kerak. Qizib ketadi, voy, endi g'alati yomon chiqadi deb o'ylamanglar. Hech qizib ketmaydi. Tava qizigan bo'lish kerak o'zi. Mana xamirimiz mana shunaqa bo'lishi kerak. Ko'rdinglarmi? Suyuq emas, quyuq bo'lib ham quyuq emas. Bo'ldi. Buni bundoq qilib aralashtirib boramiz. Qoshiq olamiz va qoshikni ham yaxshilab aralashtirib, shu bitta bir qoshiq solib pishiramiz. Qaranglar, agar tavanglar qizimagan bo'lsa, pankeykalar mana bunday bo'lib qoladi. Ko'rdinglarmi? O'shaning uchun tava qizishidan qo'rqmanglar. Pishmay qolgandan ko'ra pishib tuzroq ketgani o'xshaydi. Bemalol pishamasini o'zi. Mana ishib chiqadi, ko'rdinglarmi? Endi ishib emas, pishib chiqadi. Pankeykamiz pishib bo'layotganini qattan bilsa bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Dumalochi bo'lib turibdi. Ana shu dumalochi chiqishni boshlashi bilan, demak, o'girsam bo'ladi deb
shundoq o'girasizlar, qizarib chiroyli rang bo'lib chiqadi. Ko'rdingizmi? O'sha albatta dumaloq chiqishi kerak. Azizlar, pankeklarimiz tayyor bo'ldi. Mana shuncha chiqadi, o'sha boya aytgan narsamdan, ingrediyentlarimdan. Mazza qilib bolajoninglar ertalab, xohlasanglar sariyog' bilan, xohlasanglar smetanalar bilan, xohlasanglar shokoladli sariyog'lar bilan qo'shib yeb olsa bo'ladi. O'zini ham hattoki kichkina bolajonlaringizga bersanglar, mazza qilib yeb olishadi. Yoqqan bo'lsa, foydam teggan bo'lsa xursandman. Like bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yish esdan chiqmasin va xudo xolisa tez orada men o'zim juda ham uzoq orzu qilgan va amalga oshirishni niyat qilgan proyektimizni boshlaymiz. Birinchi syomkasi bu bo'ldi. Xudo xolisa ko'rib baho berasizlar. Sizlarga yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.